Assalomu alaykum Bag'dod Motors kanalining obunachiları. 30 aprel 2026 yıl sizlere 2020 yılda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Nexia 3 avtomobilini reklama qilib beracakmiz. Buni tan narxini 90 million deb qo'yib ketibdi egalari. Bu mashinamiz 4 tane yumshoq balon metan gazlar bilan jihozlangan. Kraskalar 100% toza deb egalarining aytishi bo'yicha. Shundan o'zingiz uchun ustalangizga tez ketirib xarid qilishingiz mumkin. Mashinamiz kuzov qismida kırçık yençki yok. Yaxshi sasına döttü. Yürüyen kilometre 75.210 kilometre yürüyen. Motorlarla görüp turalığınız deyim ben gülüş degen emas. Bu maşinimizin narxını aytib o'tganingizdek 90 million deb qo'yib ketibdilar. Kreditga chiqarib olamiz desangizda bu taraflarni ham gaplashib ko'ramiz. Kim shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bag'dod tumanidagi Bag'dod Avtomotors salonida. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, рассрочка, birlamchi, ikkilamchi kredit variantlari ham bor. O'zingizda ham sotiladigan mashina bo'lsa aytsangizda, kelishsak naqd pulga sotib olamiz, kelishmasak sotib berish variantlari ham bor. Kim shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda telefon nomeri qoldiramiz, bemalol bog'lanarsizlar. Hamma insonimizda kutib qolamiz.